Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu hozir talash tortish bo'layotgan indigenous xalq yoki indigenous people degan uqum to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Hammanglar bilgandekidek men asosliqi mushu sog'lomlik jihatda ba'zi leksiyalarni so'zlab kelgan. Uning sirtida boshqa temalarga bak chetilmagan. Ba'zi qarindoshlar mening bu temamni ko'rib bu indigenous xalqmi sog'lomlik to'g'risidagi leksiya qatori kiramdi deb so'rashi mumkin. Albatta undaq emas. Bu indigenous xalq degani u meningki asli kasbim bilan jiq munosabat yo'q. Biroq bizda hozir mushu temani tortishgan munozaralar davomlashyotgani bir mezgil bo'lganligi ham ba'zi qarindoshlarningki bu uqumga nisbatan tushunchasiningki uncha to'liq bo'lmaganligini ko'z tutib, men o'zimizningki yolg'iz jismoniy jihatdagi sog'lomligi emas, balki bizning tafakkurimizga yetakchilik qiladigan mushu psixikalik yoki ruh sog'lomligimizning sog'lom bo'lishi uchun bu temada o'zimning izlanishiga asosan qisqacha bir tushuncha berib o'tishni to'g'ri topdim. Albatta mening maqsadim bu talash tortishga kirish yoki kimning to'g'ri, kimning xato deganga baho berish emas. Men faqatla mushu o'zim bilgan doirada bu uqum to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishni umid qilaman. Agar biz mushu to'rlardan indigenous xalq yoki indigenous people deb izlasak, mushu Amerika, Avstraliya, Kanada, Yangi Zelandiya va yoki mushu Tinch okean orollarida yashaydigan an'anaviy yoki qabila shaklidagi xalqlarningki rasmi ko'z oldimizga keladi. Albatta biz bu rasmlarni ko'rgandan keyin biz qanday qisqa bu indigenous xalq bo'lamiz degandek uqum kallamizga paydo bo'lishi bu nihoyatda tabiiy. Endi bu yerda o'ylab baqsaq, haqiqatan biz davlat qurgan, nihoyatda burundan boshlab madaniyalashgan uzun tarixga ega bir millat. Bular bilan silishtirgan vaqtida haqiqatan aramizda ko'p o'xshashlik yo'qligini his qilamiz. Biroq biz yana inchikka o'ylab baqsaq, ular bilan aramizda yanala o'xshashlik bor. Bu bo'lsa-mu, birinchisi ularmi inson, bizmi inson. Ular hargiz xohlab hozirgidek bundaq holatga tushib qolmagan. Ular faqatla o'ziningki mushu yashash haq-huquqlaridan yoki egilik huquqidan mahrum qilinganini yoki boshqalar tarafidan mushu hozirgidek o'ringa tushirib qo'ygani uchun dunyoniki taraqqiyot bilan tang mangamagan yoki bo'lmasa o'ziningki an'anasiga bo'lgan sadoqatmanligi tufaylidan bizdan farqliq holatda yashaydigan bo'lgan. Bu ularningki insonligiga ta'sir ko'rsatmaydi. Bu nuqtadan aytgan vaqtida ular bilan bizning oramizdagi birinchi o'xshashlik, ularmi inson, bular bizmi inson. Yana bir eng muhim bo'lgan o'xshashlik ularning zeminimi men yuqorida deb o'tgandek haq-huquqlari boshqalar tarafidan besib olingan, tortib olingan. Bizmi shu sababdan hozir vatanimiz to'g'risida va yoki xalqimiz yuzlanayotgan fojialar to'g'risida da'vo ilib boryapmiz. Bundaq bir ahvol ostida biz o'zimizning haq-huquqini talab qilib, boshqalarnikini inkor qilsak yoki bo'lmasa boshqalarni bundaq kamsitsak, meningcha bu haqliq bo'lmaydi deb qarayman. Shunglashqa garchi bu biz ko'rayotgan
bu indigenous xalq yoki indigenous people'lar bizdan alayda farqliq bo'lsa-mu, lekin men yuqorida deb o'tgandek, oldi bilan ular inson, bizga o'xshash inson. Ikkinchisi, eng muhimi, ya'ni ularning ziminimi tortib olingan, boshqalar tarafidan besib olingan. Ham ularniki nurg'un haq-huquqlari boshqalar tarafidan mahrum qilingan. Bu bizdagi o'xshashlik. Undaqda bu indigenous degan so'zningki ma'nosi zodi nima? Uning qaloq, ibtidoiy, mustaqil bo'lsa bo'lmaydi degan ma'nosi bormi? Bu haqiqatanmi nihoyatda cho'ng tema, ham shundaqla meningki kasbim bilan bevosita munosabati bo'lmagan tema bo'lganligi uchun men bu jihatda bak tafsilot to'xtalmayman, ham uning ichiga bak kirib ketishni xohlamayman. Men faqatla mushu o'zimniki izlangan mushu so'zningki mushu lug'atdagi yoki mushu hozir kishilar ko'p foydalanayotgan Wikipedia yoki Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bu so'zga berilgan ta'riflarni sizlar bilan uyg'urchalashtirib sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Indigenous degan so'zningki inglizcha lug'atdagi ma'nosi nima degan vaqtida uning ma'nosi ma'lum rayon yoki muhitda, ya'ni territoriyada yerlik yoki tabiiy holda to'ralgan, paydo bo'lgan, tug'ilgan, o'sgan, yashagan yoki yuz bergan degan ma'noni bildirdi. Bu indigenousningki uyg'urchadagi ma'nosi. Undan boshqa bu indigenous degan so'zning ma'nosi ma'lum bir joyning bo'libmi hozir hukmronlik qilayotgan to'pning mustamlikasiga uchirgan joyning asli egisi va u zaminning eng burunqi aholisi degan ma'noni bildirdi. Ya'ni bu yerda indigenous degani ma'lum territoriya, ma'lum zaminga tug'ma, tabiiy shu yerda cho'ng bo'lgan, shu yerning egisi degan ma'nolarni bildirdi. Bu indigenous degan so'zningki shu lug'atdagi ma'nosi. Bu indigenous people yoki indigenous xalq degan so'zningki Wikipediyadagi ta'rifi qandoq degan vaqtida bu indigenous people degan so'z uyg'urchada yerli xalq, shu zimindagi asli xalq yoki tabiiy xalq yoki shu ziminda yaralgan xalq degan ma'noni bildiradigan bo'lib, ular madaniyat jihatda alohida farq qilinadigan millat hisoblanadi. Ular yashagan zimin boshqa bir millat tarafidan mustamlika qilingan va ularning ziminiga boshqa millatlar o'ltiraqlashgan degan ma'noda. Undaqda bu indigenous xalq degan so'zning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tor betidagi ta'rifi nima degan vaqtida BDTning tor betida indigenous people degan so'zga mundaq ta'rif bergan. Indigenous people o'zgacha madaniyatga varislik qilguvchilar va uningga amal qilguvchilar bo'lib, ular o'zlari yashayotgan muhit, ya'ni zimin va territoriya bilan zich munosabatlik. Ular o'zlari yashayotgan hukmron jamiyatlardan farq qilinadigan ijtimoiy, madaniyat, iqtisodiy va siyosiy aloyliklarni saqlab kelgan xalqdir. Mana bu indigenous people degan so'zning shu BDT tor betida bergan ta'rifi. Bu yerda indigenous people yoki indigenous xalq degan vaqtida cho'qim bir zimin yoki territoriya bilan zich bog'langan bo'lib, u hargizmi shu territoriya ya zimindan ayrilgan bo'lmaydi. Misolan, biz Yahudilarni indigenous people degan vaqtida cho'qim bu Isroiliya yoki Falastin bilan bog'langan bo'ladi. Amerikadagi bu Yahudilarni indigenous people deb qarashga bo'lmaydi, chunki bu Amerika Yahudilarning zemini bo'lmaganligi uchun biz
Amerikadagi Yahudilarni undaq deb qarayamaymiz. Ammo İsrailiyada yashaydigan yoki Falastinda yashaydigan Yahudilar hozir shu zaminninki o'zlarining shu zaminda indigenous people yoki indigenous xalq ekanligini, ya'ni shu zaminning egisi ekanligini talashyotidi. Bunda yana ta'kidlab o'tsam, bu yerda indigenous people hargiz bir millatga umumyuzlik qartilgan bo'lmasdan bir millatniki yashayotgan territoriyasi bilan zich bog'langan bir so'z. Shunlashqa biz bu so'zni ishlatgan vaqtida shu xalq yashagan territoriyadan hargiz ayirib o'tmaymiz. Yana bir misol, misolan Tinch okeanda yashaydigan nurg'un yerli xalqlar bu indigenous people kategoriyasiga kirdi. Agar bular Yevropaga yoki Amerikaga ko'chib kelgan bo'lsa, ya'ni ular o'zi yashagan zu zamindan ayrilgandan keyin bu xalq, ya'ni Amerikadagi shu asli millati indigenous people deb atalgan u xalq agar Amerikaga ko'chib kelgan bo'lsa, Amerikada indigenous people hisoblanmaydi degan gap. Chunki bu zaminning egisi ular emas, bu zaminning egisi shu Amerikadagi yerlik indianliklar yoki yerlik amerikaliklar. Bu o'xshashlar Kanada, Avstraliyaga o'xshash. Undan boshqa Afrikadagi nurg'un millatlar indigenous people kategoriyasiga kirdi, lekin ular Amerikaga yetkilab kelgandan keyin, Amerikada yashagandan keyin ular Amerikada indigenous people kategoriyasiga kirgizilmaydi. Chunki men yuqorida o'tgandek, Amerika ularning zamini emas. Shunga bu yerda indigenous people degan bu so'zni biz to'liq bir millat sifatida emas, balki ma'lum zamin yoki ma'lum territoriya bilan zich bog'langan xalqqa ishlatishimiz kerak. Shunlashqa bu yerda biz qarisiqlar ko'nsa Uyg'urlar yoki boshqa millat indigenous people emasmi deb uni talash tortish qilish meningcha uncha to'g'ri emas. Endi bu indigenous xalq yoki yerli xalqlarniki shu egilik huquq to'g'risida nurg'un ilmiy maqolalar e'lon qilingan bo'lib, bu ko'rayotganinglar shu xalqaroliq indigenous xalq jurnalida e'lon qilingan bir ilmiy maqola. Uninki temasi yerlik xalqlarning, ya'ni indigenous people'ning egilik huquqi va xalqaro qonundagi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi degan temadagi bir ilmiy maqola bo'lib, buni qiziqsanglar bu haqda ilmiy maqolalar nihoyatda jiq. Endi bu yerda men bu shu biz indigenous people deb atalib qolsak yoki indigenous people deb atalganlarning mustaqil bo'lish huquqi yo'q, mustaqil bo'lolmaydi. Agar unda atalmasa mustaqil bo'ladi degan so'zlarga ancha bek qiziqib ketmayman. Chunki mustaqil bo'lish kimning qanday atalishi bilan munosabatlik bo'lmasdan, balki shu millatninki kuchlanib shu o'ziga tava zaminga ega chiqa olishi, o'ziga tava egilik huquqni qo'lga ola olishiga bog'liq. Men bu yerda shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, bu xalqaro qonun deganni o'zgarmas narsa emas. U faqatla kuchli davlatlarningki shu boshqa davlatlarning bo'ysunishi uchun tuzib chiqqan bir qoida yo'sin. Bu o'zgarmas narsa emas, har zamon o'zgarib turdi. Bu dunyo shu davlatlarningki manfaati, kuchli davlatlarning manfaati asos qilingan bir dunyo bo'lganligi uchun bu albatta bu qonunlarni shularningki manfaati bilan zich bog'lashgan, lekin u hargizmi o'zgarmas narsa emas. Agar biz kuchlansak, buning cheklamasiga uchirmasligimiz mumkin. Agar kuchlanmay shu ojiz olmi saqlab qolsak, biz nim deb atalishimizdan qat'iy nazar yana biz erishmoqchi bo'lgan narsaga erisholmasligimiz mumkin. Undaqda indigenous xalq deganga biz biladigan
Amerika, Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiya qatorliq davlatlardagi yerli xalqlardan boshqa yana qandaq millatlar u kategoriyaga tava bo'ldi degan vaqtida bu haqda uchurlar nihoyatda ko'p. e, Bu shu dunyoda hozir taxminan 370 million atrofida indigenous people kategoriyasiga keladigan xalq bo'lib, ularning tarqalish doirasimi nihoyatda keng. Shunglashqa men bu yerda u to'g'risida bak tafsili to'xtalmayman. Men bir necha misol qilib o'tmoqchi. Misolan, tatarlarni shu Ukrainaninki indigenous people ekanligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Aningdan keyin shu armanlarninkimi shu hozirgi Armeniya va Turkiyaning sharqi tarafidagi zaminga nisbatan indigenous people kategoriyasiga kiradigan ma'lumotlar bor. Ham shundaqla hozir shu Falastinliklar Falastin deb atagan zamin bilan Yahudilar Isroiliya deb atagan zamindagi Yahudilarninki o'zlarininki indigenous people kategoriyasiga kirdiganligi to'g'risidagi talash tortishlar uzundan buyon davomlashib kelmoqda. Bu to'g'risidami nurg'un maqolalar bor. Qiziqqanlar to'rdan bu haqda izlab ko'rib baqsa bo'ladi. Mana bu men yuqori deb o'tgandagidek shu Falastin yoki Isroiliyada zodi arablar indigenous people qatoriga kiramdi yoki Yahudilarmi degan to'g'risidagi talash tortish va u to'g'risidagi maqolalar ko'rayotganinglar shu Falastin yoki Isroiliyadagi Yahudilarning o'zlarininki shu zaminning asli egisi ekanligini isbotlash uchun o'zlarini indigenous people deb atab yozgan maqolalari. Hem bumu şundaq Yahudilar özünü shu Isroiliyaninki indigenous people yoki shu zaminga ninki asli xalq ekanligini ta'kidlagan bo'lsa, ba'zilar uningga qarshi chiqqan. Albatta bu kimning manfaati tarafidan chiqish qilib maqola yozishga bog'liq. Buningda sol tarafdagi ko'rganinglardagidek bu yozuvchi shu Falastinliklar bilan Ashkenazi Jewish deydi, ya'ni Ashkenazi Yahudilari. Uyg'urchasini men toza uqolmadim. Bularniki shu arablar Falastin deb atayotgan, Yahudilar Isroiliya deb atayotgan shu zaminga nisbatan indigenous ekanligi to'g'risida maqola. O'ng tarafdagi bo'lsa shu Qozoq xalqininki o'zlarining shu indigenous qozoq madaniyatini taraqqiy qildirayotganligi to'g'risidagi maqola. Shunglashqa bu yerdan shuni ko'rib olishga bo'ldiki, bu indigenous people yoki indigenous xalq deganda yolg'iz bizniki ko'z oldimizga shu Amerika, Kanada, Yangi Zelandiya, Avstraliya yoki Tinch okeandagi qabila shaklidagi xalq ko'z oldimizga kelmasdan, balki o'zgacha madaniyati bor va yoki shu zaminning egisi bo'lgan xalq kelsa, texmi bu so'zni texmi to'g'ri tushungan bo'lamiz deb qarayman. Bugungi bu indigenous people yoki indigenous xalq uqumi to'g'risidagi leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Meningcha biz ba'zi o'yga chiqmaydigan talash tortishlarni vaqtincha qo'yib qo'limizdan kelishicha amaliy ishlarni qilishimiz texmi muvofiq deb qarayman. Oxirida hammanglarniki tenining salomat bo'lishini, tafakkuringlarniki sog'lom bo'lishini, mustaqil fikr yurgizib, ba'zi narsalarni, tushunmagan narsalarni to'g'risida izlanishinglarni chin ko'nglimdan
Ümid qilaman, ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.